Dasturimiz davom etadi. Avvallari sitrus mevalar asosan chet mamlakatlardan import qilinar edi. Bugungi kunda esa bu mevalarni mahalliy sharoitda yetishtirishning yo'lga qo'yilgani ko'p tomonlama. Xususan, ishsiz yurgan yoshlar bandligini ta'minlash uchun ham ayni muddao bo'lib xizmat qilmoqda. Toshkent viloyatidan tayyorlangan lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Davron Xo'ja Sharipov hozirda 18 yoshda, vaqtincha ishsiz edi. Hokim yordamchisining tashabbusi bilan qahramonimizga limon ko'chatlari bepul berilib, uning bandligi ta'minlandi. Bu issiqxona qurilgandan keyin ichiga nimadir ekishim kerak edi, o'shaning uchun har bitta xonadonga 100 tadan bepul limon ko'chat tarqatilayotgani haqida o'shani olib ekdik. Bir hafta bo'ldi unga ham ekkanimizga ham. Endi xudo xolasa bo'sh bo'lmayman, ishim bo'ladi. Rovatak mahallasida istiqomat qiluvchi Saydamirovlar xonadoni limonchilik bo'yicha uzoq yillik tajribaga ega bo'lib, bugun limon ko'chatlari tarqatilgan xonadonlarga uning sir asrorlarini o'rgatmoqda. Mahallani tashabbusi bilan xonadonlarimizga teplitsa qurilyapti. O'g'lim bilan ayolimga kredit oldimda teplitsaxonani mana chiroyli qilib quryapmiz. Ko'chatlarni mana o'zlari tekinga yetkazib berishdi. 3 kun oldin ekildi. 74 ta ko'chat mana avjini ko'rib turibsizlar. Hammasi yaxshi. Viloyat hokimining tashabbusi bilan bugungi kunda mahallamizda 4800 dan ziyod aholi bo'ladigan bo'lsa, shularni 1018 ta xonadoniga 10% ga, ya'ni 100 tasiga limon ko'chati ekish tashabbusi bildirildi. Issiqxona imtiyozli kredit asosida qurib berilmoqda. Ko'chatlar esa bepul tarzda tarqatilmoqda. Ushbu tashabbus endi tadbirkorlikni boshlayotgan ishsiz yoshlarimiz, fuqarolarimizga juda ham katta imkoniyat deb hisoblayman. Tomorqadan unumli foydalanib, aholi bandligini ta'minlash maqsadida limonchilik Rovatak mahallasining drayveriga aylanmoqda.